Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun birgalikda yozning jazirama kunlarida ayni muddao bo'lgan go'jani uy sharoitida tayyorlaymiz. Buning uchun bug'doyni qaynatib, yaxshilab pishirib olamiz. Videoda 200 gram miqdorda bug'doy ishlatilgan, bu bemalol 5-6 kishiga yetarli bo'ladi. Qadoqda ko'rsatilgandek daqiqalar davomida yoki tatib ko'rib, yaxshilab pishgunga qadar qaynatib olamiz. 5-4 dona rayhon yaproqlarini to'g'rab olamiz. Ushbu miqdor faqatgina bir kishi uchun mo'ljallangan. Yog'li qatiq yoki shakarsiz tabiiy yogurtga birozgina tuz va biroz suv qo'shib aralashtiramiz. Suyuq holatga kelgunga qadar suv qo'shiladi. Idishga bug'doy, rayhon va qatiqli suyuqlikdan kerakli miqdorda qo'shib, go'jani tayyorlab olamiz. Ushbu videoda faqatgina bir kishilik porsiyada tayyorlangan, chunki barcha masalliqlar oldindan aralashtirib qo'yilsa, juda ham tez aynib qolish ehtimoli bor. Shu sababli oilangiz uchun yetarli darajadagi masalliqlarni tayyorlab aralashtirib olasiz. Tabga ko'ra ustiga quritilgan nondan qo'shib dasturxonga tortishingiz mumkin. Ortib qolgan bug'doyni esa 3-4 kun davomida sovutgichda saqlashingiz va kerak bo'lganda qatiq va rayhondan qo'shib tayyorlashingiz mumkin.